Damazdan boshlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Keling ko'rsatamiz. Xo'p, birinchi Damazdan boshlaymiz. Qani gaz o'rnatishni ish qo'yishadi. Damazga. Sirdaryoda ko'pchilik gaz arzon deydi o'rnatish. Aka haqiqatan ham shunaqami? Shunday, arzon bizda. Qolganlarga nisbatan arzonroq. Masalan, mana shu bitta Damazgada masalan, necha pulga qo'ysa bo'ladi? Eng arzoni masalan, propan. 1.8 ga. 1.8 ga qo'ysa bo'ladi Damazga. Propan. Klapanlari bilan chiroyli, original YouTube'lar bilan. Xo'p, bu yoqda mana Gentra bor ekan. Gentraga nima qo'yilyapti? Propan bunga ham. Bunga ham propan qo'yilyapti. 3300 ga. Bu 3300 ga qo'yilyapti bunga. 3300 ga. Tabletga qo'yilyapti, yo unaqa ballonchi. Bu 65 talik silindr ballon qo'yilyapti. Ko'rsatsak bo'ladimi? Nechalik aka? 65 talik. 65. Aka nechta yurib beradi masalan mana shu 600 yuradi. 600 km. 600 km yuraveramiz. Nega undan ko'proq? O, yaxshi zo'r aka. Masalan, Damazga hozir qo'yib berayotgan propaningiz nechtalik qo'yiladi bunga? Bunga 30 talik bor, 40 talik qo'ysa bo'ladi. Bunga hozir nechtalik qo'yilyapti aka? 40 talik. 40 talik. Bu qancha yurib beradi? Polni zapravka. 400 lar yuradi. 400 dan. 400-450. Zo'r, aziz obunachilar. Aka masalan akalarda bo'lishi mumkin. Masalan, metan bor. Metanni olib kelsa sizga ichib olib propan ham o'rnatib beraverasiz. Uni ham qilib beramiz. Narxlab olasizlarmi metanni? Ha, uni ham narxlab olamiz. Uni ham narxlab olasiz. Ballonni yeliga, holatiga qarab hisoblab olib qolamiz. Propan olib kelsa ham xuddi shunday narxlab olib metan qo'yib beraverasiz. Xuddi shunday. Muammosi yo'q. 3-pakelini bo'lsa, 4-pakelini qilib beramiz. Yaxshi zo'r aka. Xo'p, aka bizni kanal nomidan bir bonuslar bormi? Masalan, Isroil Sarkaron nomidan keldim desa, nima bonuslar qilib beramiz aka? Bonuslar bor. Agar 4-pakelini qo'ydiraman desa, polni diagnostika kompyuter xizmati bonusga qilib beramiz. Bonusga? Propan qo'ydirsa 4 ta filtr bonusga qo'shib beramiz. Kobotlarga bonusimiz korobka, pult, motorga programmasi bonusga bo'ladi. Ozbek aka o'zi ko'plar ko'ryapman, hozir 3 ta o'sha avtomobil ko'rdik, propan qo'ydirishyapti-da. Shunday. Aslida qaysi, masalan, gazdan ko'p qo'yapsiz? Metanmi, propanmi? Propan juda ko'p qo'yapmiz. Propan juda ko'p qo'yilyapti-da. Propan juda ko'p. Chunki o'sha bu yog'i qish Bu yog'i ko'pchilik metanni o'chirib turmaydi deydi. Ham propanda probeg ko'proq beradi. Har kuni zapravkaga qatnamaysiz. Da. Bir marta qilasiz, 3 kunda bir, 4 kunda bir zapravka qilasiz. Buni yechib tashlab 3 qo'yar ekan aka. Yoqmabdi ekan. 3 qo'yilgan. Yo'q, 4-pakelni qo'yilgan. Buni yechib tashlab 3-pakelni qilmoqchi aka. Aka 3 bilan 4 nima farqi bor masalan? 4 da qarang. 4-pakelda har bir kollektor отдельно teshiladi. Gaz bitta porshanga sepib beradi. 3-pakelda bu yoqqa dudga qo'yiladi. Havo bilan kiradi bitta. Gaz общий bo'lib kiradi. Общий bo'lib kiradi. Shunda nima maslahat berasiz? Masalan, bilmaganlar uchun 3 qo'ysa yaxshimi, 4 mi? 4 qo'ygan yaxshi. 4 qo'ysa yaxshi. Ha, 4 qo'ygan yaxshi. Motorga ancha foydasi bor-da. 3-pakelni qiynalib qoladi salmoqda. Endi bu gaz qo'ygandan keyin garantiyalar bilan qilib berasiz. Hammasi garantiyasi bilan dokumentlarni qilib beramiz. Hatto dokumentlargacha. Keyin qarang, Avazbek aka, masalan, hozir ko'pchilik gaz o'rnatgandan keyin dokument tomonlama deydi, shulargacha qilib berasiz, to'g'rimi? Hammasi bo'ladi, shu yerda bitib ketadi. O'zi 1-noyabrdan boshlab nima deyishgan? Gaz o'rnatishga dokument qilmasa ham bo'ladi. Shunga nima desak bo'ladi? Yo'q, dokument qilinadi, onlayn bo'lgan faqat. Endi gayiga borish shart emas, shu yerda ham qilib ketsa bo'ladi. Lekin shuni o'zingiz qilib berasiz. Ha, o'zimiz qilib beramiz. Gap yo'q. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Mana bugun bizlar Sirdaryoga keldik. Avazbek akani oldilariga bugun gaz o'rnatish necha pulga tushadi? Bugun sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Gazni qanaqalarda o'rnatsa bo'ladi, necha puldan boshlab to necha pulgacha va barcha avtomobillarni ko'rib turadigan avtomobillaringizga gaz o'rnatib berishyapti. Hozirda o'zi ko'pchilik qanaqa gaz o'rnatyapti? Propan o'rnatyaptimi yo metan o'rnatyaptimi? Shular haqida ma'lumot beramiz. Bundan tashqari usta akamiz polni kompyuter diagnostikalarigacha qilib berar ekanlar. Agarda sizlarda metan bo'lsa, propanga almashtirib olsalaringiz ham bo'ladi. Yaxshi narxlardan narxlab oladilar. Yoki metan bo'lsa, metanni propanga almashtirib beradilar. Xo'p, to'liq ma'lumot beramiz. Albatta, AX gazga kelinglar, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Kanalimiz nomidan zo'r bonuslar ham bor. Hozir sizlarga qisqacha birgalikda Avazbek aka bilan ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Avaz aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Rahmat aka, bir keling aka, nasib bo'lsa el xalqqa bir gaz o'rnatish necha o'sha tushunib yoritib berishga, o'sha bu yog'i qish-ku. Shunday. Ko'plar metan o'rnataman deydi, propan o'rnataman deydi. Aka, bo'lmasa bir boshlasak, aka, o'sha Damazdan boshlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Keling ko'rsatamiz, unga qo'yiladi. Birinchi Damazdan boshlaymiz. Qani gaz o'rnatish necha qo'yishadi Damazga? Sirdaryoda ko'pchilik gaz arzon deydi o'rnatish. Aka, haqiqatan ham shunaqami? Shunday, arzon bizda. Qolganlarga nisbatan arzonroq. Xo'p, aka, bunga nima o'rnatilyapti hozir? Bunga propan qo'yilyapti. Propan qo'yilyapti-ha Damazga. Damazga propan. O'zi shu oydan juda ko'p propan qo'yamiz hamma mashinaga, deyarli. Hamma mashinaga. Metan juda kamdan kam bo'lib qoldi. Aka, masalan, mana shu bitta Damazgada masalan, necha pulga qo'ysa bo'ladi? Eng arzoni masalan propan. 1.8 ga propan. 1.8 ga qo'ysa bo'ladi Damazga. Propan. Klapanlari bilan chiroyli, original YouTube'lar bilan. Xo'p.
klapanlari bilan hammasi bilan chiroyli qilib beramiz. 1.800 ga masalan Damas'ga qo'ysa bo'lar ekan. Aka 1.800 dan to necha pulgacha masalan? 2200 gacha. 2700 gacha. 200, Zapchast 200. Ha, 2.200 gacha. Zapchastiga qarab. Uncha ko'p farqi bor ekan. Yo'q, Bu uncha aka farq qilmaydi. zo'r. Xo'p, bu yoqda mana Gentra bor ekan. Bu Gentraga nima qo'yilyapti? aka? Propan bunga ham. Bunga ham propan qo'yilyapti. Shunday 3300 ga. Bu 3300 ga qo'yilyapti bunga. 3300 ga. Tabletga qo'yilyaptimi yo unaqa balonchikmi? Bu 65 talik silindr balon qo'yilyapti. Ko'rsatsak bo'ladi, Ha. 65 talik silindr nima deyaptilar? Tabletka bilan qo'ysa 3300 chiqadi. Tabletka bilan 65 bilan 3,5 million. Bu nechtalik aka? 65 talik. 65. Aka nechta yurib beradi masalan mana shu hozir? 600 yuradi. 600 km. 600 kilometr yuraveradi. Dalniga undan ko'proq. O, vahsha zo'r aka. Masalan, Damas'ga hozir qo'yib berayotgan propaningiz nechtalik qo'yiladi bunga? Bunga 30 talik bor, 40 talik qo'ysa bo'ladi. Bunga hozir nechtalik qo'yilyapti aka? 40 talik. 40 talik. Bu qancha yurib beradi? Polni zapravka. 400 lar yuradi. 400 dan. 400 450. Zo'r, aziz obunachilar. Xo'p, aka bizni kanal nomidan bir bonuslar bormi? Masalan, Isroil Sakramon nomidan keldim desa, nima bonuslar qilib beramiz aka? Bonuslar bor. Agar 4-pakelini qo'ydiraman desa, polni diagnostika kompyuter xizmati bonusga qilib beramiz. Bonusga. Propan qo'ydirsa, 4 ta filtr bonusga qo'shib beramiz. 4 ta filtr ham bonusga. Mana bu yoqda bunga ham propan qo'yilyapti. Bunga 47 talik tabletga propan balon qo'yilyapti. Kobotlarga bonusimiz korobka, pult, motorga programmasi bonusga bo'ladi. Xo'p, aziz do'stlar, men Cobaltga ham aka Ozbek aka o'zi ko'plar ko'ryapman, hozir 3 ta o'sha avtomobil ko'rdik, propan qo'ydirishyapti-da. Shunday. Hozir aslida qaysi, masalan, gazdan ko'p qo'yapsiz? Metami, propanmi? Propan juda ko'p qo'yapmiz. Propan juda ko'p qo'yilyapti-da. Propan juda ko'p. Chunki o'sha bu yog'i qish, Qish bu yog'i ko'pchilik metanda o'chirib turmaydi deydi aka. Ham propanda probeg ko'proq beradi. Har kuni zapravkaga qatnamaysiz. Da. Bir marta qilasiz, 3 kunda bir, 4 kunda bir zapravka qilasiz. Bunga ham 4-paketli. Hammasi hozir 4-paketlanishdan qo'yilyapti. Damaslarga 3 tushadi. Damaslarga 3 tushadi. Xo'p, aka turbo motorlarga ham qo'ysa bo'ladimi? Любой benzin yuradigan любой mashinaga qo'ysa bo'ladi. Hammasiga. Hammasiga qo'ysa bo'ladi. Cobaltga necha pulga tushyapti hozir gaz Cobaltga 3300. 3300 ga 47 tushyapti. talik tabletka. 47 talik tabletkada mana qo'yilyapti. Bu yoqda ustakilar qo'yishyapti. Xo'p, aka bu qancha yurib beradi? 47 talik tabletka. 400 yuradi. 400 kilometr yurib 400 beradi. yurib beradi. Polni. Dalniga 500, 550. Dalniga 500. Bu yoqda mexanika Gentraga ham qo'ydiryapsizlar, ha? Bu remontga kelgan. 3 qo'y, buni yechib tashlab 3 qo'yar ekan aka. Yoqmabdi ekan. Ha, 3 qo'yilgan. Yo'q, 4-pakelni qo'yilgan. Mhm. Buni yechib tashlab 3-pakelni qilmoqchi aka. Aka 3 bilan 4 nima farqi bor masalan? 4da qarang. 4-pakelda har bir kollektor отдельно teshiladi. Gaz bitta porshanga sepib beradi. 3-pakelda bu yoqqa dudga qo'yiladi. Havo bilan kiradi. Bitta. Gaz общий bo'lib kiradi. Общий bo'lib. Shunda nima maslahat berasiz? Masalan, bilmaganlar uchun 3 qo'ysa yaxshimi, 4 mi? 4 qo'ygan yaxshi. 4 qo'ysa yaxshiroq. Ha, 4 qo'ygan yaxshi. Motorga ancha foydasi bor-da. 3-pakelni qiynalib qoladi salmoqda. Aziz obunachilar, Sirdaryoda gaz o'rnatish juda ham arzonmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiraman. Даже Toshkentdan ham kelishar ekan. 01 Toshkent, 10 Toshkent turibdi. Bu yoqda Sirdaryo. Aka Sparklarga necha pul tushadi? Masalan, bitta gaz o'rnatish. Sparklarga propan 3200 bo'ladi. 3200 bo'ladi. Metan 4200. 4200. Masalan, keyin endi Damas'ga metan o'rnatamiz desak agar, necha pulga tushadi? 2700. 2200 ga metan tushadi. 2700. Ha, 2700 ga. 700 ga. 2700 ga Damas'ga tushar ekan metan o'rnatish. Gentragachi? Gentraga metan 4,5 million. 4,5 million bo'ladi Gentraga. Xo'p, Cobaltga. Bunga ham 4,5 million. Bunga ham 4,5 million. MPI motoriga hammasi bir xil bo'ladi. Yo'q. Aziz do'stlar, masalan mana Cherry bu 7 Pro ha aka? Ha, Tiggo 7 Pro Max bu. 7 Pro Max. Masalan, bunga ham o'zgartirib o'rnatyapsizlar. Bunga propan bo'ladi. Propan 4 plus bunga tushadi. 4 plus. GDI motori bo'lgani uchun. Aka bularga bir qancha bir minglarga o'rnatsangiz kerak ha? Yo'q, 1000 emas, 700 dollarga qo'yib beramiz. 700 dollarga qo'yib berasiz. dollarga qo'yib beramiz. Gap yo'q, aziz obunachilar. Hammasi eng full zapchasi bilan 700 dollar Eng full. Aka bularga keyin 5-pakeleniga qo'yiladi mana. 4 plus bunga. 4 plus qo'yiladi ha? Ha. 700 dollarga qo'yilar ekan, aziz do'stlar, mana inomarkalarga ham mana GDI motor ham bular. GDI motor bu. GDI motorlarga ham qo'yib beradilar. Men o gazini bosib kelaverasizlar, 700 dollarga qo'yiladi. Aziz obunachilar, hozir skladga ham o'tamiz. Skladdan ham sizlarga qisqacha obzor qilib beramiz. Aziz obunachilar, mana biz skladda endi zapchast tomonlama sizlarga qisqacha ma'lumot beramiz. Ikki xil narx-ku, qanaqalarni qo'ydirsa bo'ladi. Aka bitta endi zapchast tomonlama ma'lumot bersangiz. Zapchastlarimiz shu narxi 2 xil. Boya 3.300 degan zapchastimiz Polsha miya, Turkiya reduktor. O'zimizda chiqayotgan Adax farsunka. Bu ham sportivniy farsunka. Qolganlarga nisbatan arzonroq chiqadi, lekin bularga ham garantiyamiz bor.
Endi Xo'p, bu aka, gaz qo'ygandan keyin garantiyalar bilan qilib berasiz, hammasi garantiyasi bilan dokumentlarni qilib beramiz. Hatto dokumentlargacha. Keyin qarang, Avazbek aka, masalan, hozir ko'pchilik gaz o'rnatgandan keyin dokument tomonlama deydi, toshlargacha qilib berasiz, to'g'rimi? Hammasi bo'ladi, shu yerda bitib ketadi. O'zi 1-noyabrdan boshlab nima deyishgan? Gaz o'rnatishga dokument qilmasa ham bo'ladi. Shunga nima desak Yo'q, bo'ladi? dokument qilinadi, onlayn bo'lgan faqat. Onlayn. Endi gayga borish shart emas, shu yerda ham qilib ketsa bo'ladi. Lekin shuni o'zingiz qilib berasiz. Ha, o'zimiz qilib beramiz. Gap yo'q. Xo'p, dalcha davom ettiramiz. Bu 3,5 millionlik zapchasimiz. Bu. 200 ming so'm ustiga doplata bo'lsa, Mhm. Rail original farsunka, italyanskiy reduktor, Polsha argamiya. Xohlaganlarga Yevropa gaz, xohlaganga Alex. Alex. Ikkalasi ham narxi bir xil. Narxi bir xil. Ikkalasi ham Polshadan Xo'p, bu chiqadi. o'zi propanniki bo'lyapti bizga. Bu propanniki bu. Mhm. Metanniki ham bir xil bo'ladi. Metanniki ham bir xil bo'ladi. Metanniki ham bir xil. Endi aka qarang, orasida qanchalar farq qilyapti masalan, necha pullar farq qiladi? Metan bilan propannimi? Ha. 1 million razlika qiladi. 1 million razlika qiladi. Balon qimmatligi uchun. Aha. Aka masalan, akalarda bo'lishi mumkin, masalan, metan bor. Metanni olib kelsa sizga yechib olib, propan ham o'rnatib beraverasiz. Uni ham qilib beramiz. Narxlab olasizlarmi Ha, metanni? uni ham narxlab olamiz. Uni ham narxlab olasiz. Balonni yeliga, holatiga qarab hisoblab olib qolamiz. Propan olib kelsa ham xuddi shunday, narxlab olib, metan qo'yib Xuddi beraverasiz. shunday. Muammosi yo'q. 3-pakelini bo'lsa, 4-pakelini qilib beramiz. O, vashta zo'r aka. Keyin eng qiziq joyi, usta akamiz polni kompyuter diagnostika o'zimdan deyapti. Tekin bo'ladimi aka? Tekin bo'ladi. Masalan, boshqa joyda ошибкасы yo aybi bo'lsa, o'shani ham ko'rib aytib beramiz. Gap yo'q. Aziz obunachilar, mana sizlarga polni yoritib berdik. Albatta, Avazbek akamizni oldilariga kelinglar. Juda ham chiroyli qilib narxlardan ham o'tib beramiz, ha aka, nasib o'tib bo'lsa. beramiz. Hozir aytilgan narxlardan. Suyarov kanalidan kelganlar mijozlarga alohida отдельно chiroyli narx beramiz. Gap yo'q. Bundan tashqari kompyuter diagnostikalari ham ichida bo'ladi va aziz obunachilar, sizlarda propan bo'ladimi, metan bo'ladimi, muammosiz olib kelinglar, chiroyli qilib aka almashtirib ham beradilar. Albatta, ko'rayotgan joylaringizdan ancha arzon narxlarda qilib beradilar. Bemalol kelinglar, Avazbek aka. Shunday. Rahmat aka, salomat bo'ling, charchamang aka. Albatta, obunachilarimiz kelsa chiroyli holatda kuzatib borsa ham bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol bog'lanishib beramiz. Aka, salomat bo'ling, sog' bo'ling.